Assalomu alaykum. Bugundan kompyuter bo'yicha video darslarimizni boshlaymiz. Xo'p, bugun sizlarga asosan kompyuterni asosiy va qo'shimcha qurilmalar haqida gapirmoqchiman va shu video darslik davomida nimalarni o'rganishingiz mumkinligi haqida aytib bermoqchiman. Xo'p, bu darsimizni asosiy va qo'shimcha qurilmalarni tanishtirishdan boshlaymiz. Bu oddiy ma'lumot, lekin kerakli ma'lumotlar uchun tanishtirib o'tmoqchiman. Xo'p, asosiy qurilmalari va qo'shimcha qurilmalariga bo'linadi deb aytdim. Xo'p, asosiy qurilmalarga birinchi bo'lib protsessor, ya'ni bitta temir qutining ichida to'plangan ustroystvolar, qurilmalar to'plami bu protsessor deyiladi. Shu protsessor eng asosiysi bo'ladi. Shu protsessorning ichida biz kompyuterda qilayotgan amallarimiz ma'lumot sifatida ichida oqib yuradi. Hozir mana ko'rsataman. Mana ko'rib turibsiz, mana bu temir quti. Shu temir qutining ichida plata, kuller, videokarta, blok pitaniya, azu, vint, shunga o'xshagan qurilmalar to'planib, qatirilgan. Shuni umumiy qilib shu temir qutini protsessor deyiladi. Xo'p. Buni joyiga qo'yib qo'yaman. Keyingi asosiy qurilmamiz bu monitor hisoblanadi. Buni tanishtirish oddiy narsa, ko'pchilik biladi. Monitor bu kompyuterda qilinayotgan amallarni bizga ko'zimizga ko'rsatib beradi. Mana buni ham har xil razmerlari bor. Dyumda o'lchanadi. Uni razmerlari bu haqida to'liq ma'lumot keyingi videolarda bo'ladi. Misol, protsessorning ichidagi platalar haqida, tosh haqida, ya'ni tosh deganda mikroprotsessor, azu, kuller, videokarta, monitorda ham har xil kompaniyalari, o'lchamlari haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi klaviatura. Xo'p, nima uchun klaviatura asosiylarga kiradi? Sababi avvallari tarixda kompyuter yangi ixtiro qilinganda kompyuter klaviaturasiz ishlamagan. Ya'ni yongan, kullari aylangan, monitor ko'rsatgan, lekin sistemaga kirmagan, operatsion sistemaga kirmagan. Operatsion sistemani eslatib o'taman, bu Windows, Mac OS shunga o'xshagan operatsion sistemalar bor. Shular operatsion sistema deyiladi. Xo'p, shunga kirmagan kompyuter, klaviatura bo'lmasa. Hozir lekin klaviaturasiz kompyuter kiradi, operatsion sistemaga kiraveradi, ishlayveradi, lekin xo'p, siz birorta bir maqsad uchun kompyuterdan foydalana olmaysiz. Programmaga ham kira olmaysiz, kompyuterga ham kira olmaysiz, papka ham ocha olmaysiz. Agar klaviatura yoki mishka bo'lmasa. Shu sababdan men hozirgacha klaviaturani asosiylariga kirgizaman. Xo'p. Keyingisi sichqoncha. Sichqonchani ham men asosiylarga kirgizaman. O'zi asosiylarga kirmaydi, chunki kompyuterning klaviaturasini o'zida siz mo'ljallangan ishni 90 yoki 95% bitira olasiz. Klaviaturani o'zida, garchi klavisha, ya'ni tezkor klavishalar yordamida siz o'zingizni maqsadingizga 90-95% ishingizni bitirish imkoniyati bor. Maqsadingizga yetish uchun. Xo'p. Lekin hozirgi kunda programmalar har bitta sohada rivojlandi. Dizaynerlar chiqdi, misol uy-joy bo'yicha dizaynerlar, grafik dizaynerlar, misol uchun web dizaynerlar, web dasturchilar, oddiy programmani kompyuter uchun dasturlaydiganlar bor. Har xil IT sohalari bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar juda ko'p programmalari mishka yordamida mishka ko'p jabhalarda foydalanishadi. Shu sababdan men haligacha asosiy qurilmalariga sichqonchani ham, klaviaturani ham qo'shaman. Xo'p, mana hozir keyingi qurilmalarni tanishib o'taman. Asosiylarni tanishib o'tdim. Keyingilari bu qo'shimcha qurilmalar deyiladi. Ya'ni asosiylardan tashqari hammasi qo'shimcha qurilmalarga kiradi. Bu juda ham oddiy. Xo'p, mana misol uchun UPS, kolonka, rangli printer, chorno-belli printer, shunga o'xshagan asosiylardan tashqari hammasi qo'shimchaga kiradi. Flashka deysizmi, vint deysizmi, hammasi qo'shimchalarga kiradi. Xo'p, keyingisi mana UPSimiz nima deysiz? Misol uchun UPS bu qisqacha tanishib o'tib ketaveraman. UPS bu notebookning batareykasiga o'xshagan narsa. Ya'ni svet o'chib qolsa, kompyuteringiz qanchadir muddatda o'chmay turadi. Misol, uni ham o'zini muddati bor. Misol, akkumulyatorda 15-20 minut yoki 1 soatgacha sizni kompyuteringizga tok yetkazib berib turadi, svet o'chsa ham. Keyin misol, qilayotgan ishingizni saqlanib qilib, kompyuteringizni o'chirib olish uchun vaqt yetib ortadi deb o'ylayman. Xo'p. Qo'shimcha qurilmalarni ham aytib o'tdim. Endi bu video darslik davomida siz nimalarni o'rganishingizni aytib o'tsam. O'zi bu video darslikda qilishimizdan maqsad
insonlarni hozirgi kunda har bitta sohada kompyuter talab qilinyapti. Kompyuter bilimlari, kompyuterdan foydalanish talab qilinyapti. Birorta bir ishxonaga kirsangiz ham kompyuterni bilasanmi deydi. Yoki bo'lmasam birorta bir kompyuterni yaxshi bilib turib, misol biror sohasida, misol dizayner bo'lasizmi yoki uy-joy dizayneri yoki dasturchi bo'lasizmi, siz misol uchun kompyuterni bilishingiz kerak. Programmalarni bilishingiz kerak, ichlarini, azu, video kartalarni bilishingiz kerak. Juda ko'pchilik soha vakillari kompyuterning ichini bilmaydi. Azu nima, tosh nima, video karta nima shularni bilmaydi, lekin programmani o'zini o'rgangan, shu bo'yicha ishlab yuraveradi. Biz maqsadimiz shu mutaxassis bo'ladimi yoki oddiy foydalanuvchi bo'ladimi, biz o'zimizda kompyuter bo'yicha bilimlarimizni yetkazsak, ular shu bizim bilimlarimizdan foydalanib, xo'p, kompyuter buzilib qolsa, kompyuterni to'g'irlash mumkin. Masalan, remont bo'yicha tushuntiraman bu videolar davomida. Windows o'rnatish, programmalar, driverlarni o'rnatish, har xil grafik dasturlar, 3D Max, AutoCAD, Lumion shunga o'xshagan grafik dasturlar, Photoshop, After Effects, Premiere Pro shunga o'xshagan dasturlarni o'rnatish va remont bo'yicha buzilib qolgan paytda qanday to'g'irlash, shu masalalar bo'yicha o'z bilimlarimni yetkazib boraman. Sizlarga ham, bizga ham inshaalloh foydali bo'ladi degan umiddaman. Keyingi videolarimiz qiziqarli va foydali bo'ladi. Kompyuter haqida barcha bilimlarimizni ulashib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.